Oltiariqqa yilning istalgan faslida keling, xoh qishning ayozli kunlarimi, xoh erta bahor ishkomidan uzum uzib yeyish imkoniyatiga egasiz. Aytish mumkinki, oltiariqliklar bugun uzumchilikning hadisini olganlar va ushbu tajriba bugun respublikamiz bo'ylab ommalashtirilyapti. Respublikamizning turli hududlaridan kelgan vakillar xonadonlarga kelgan holda bu yerdagi uzumchilikda o'ziga xos jihatlarni yaqindan o'rganishmoqda. Assalomu alaykum barchaga. Asosan biz bu bog'imizda Husayni, oq kelin barmoq uzumlarimizni yetishtiramiz. Qolaversa bizning xonadonda 25-30 xilga yaqin uzumlarimiz bor. Bu mahalliy navlarimizdan bahor oylarigacha, yangi uzum pishgungacha shu uzumlarni saqlab kelamiz. O'sha otamizdan o'rgangan tajribalarimizni hozir barcha qiziqqanlarga, fermer dehqonlarga, shu uzum saqlaydiganlarga o'rgatib kelyapmiz. Xudo xolasa bu uzumlarimizni qanday saqlashlar bo'yicha ham xudo xolasa tajribalar almashamiz. 2026-yil 8-avgust kuni O'rta Osiyoda uzum yetishtirish uzumchilar anjumanini tashkil qilganmiz. Ko'p yillar buyon davom etib kelyapti bu an'anamiz. Barcha uzumga qiziquvchilarni, uzum yetishtirish, saqlashga qiziquvchilarni taklif qilib qolamiz. Bu yerda bog'larimiz bor, yangi qurilgan Agrostar majmuasida yangi qurilgan zamonaviy sovutgichlar, o'sha yerda yetishtirilayotgan yangi navdagi uzumlar bor. Qolaversa 100 ga yaqin yangi navlar yetishtirilayotgan bog'bonlarimiz bor. Shular bilan fikrlar almashiladi, tajribalar almashiladi, taklif qilib qolamiz.